Abdurahim Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kimyo texnologiya fakultetida yangi sanoat texnologiyalar kafedrasida yangi sanoat texnologiyalar yo'nalishi bo'yicha bugungi kundagi dolzarb muammolarga qaratilgan konferensiya bo'lib o'tmoqda. Bu konferensiyamizning maqsadi bugungi kundagi yangi sanoat sohasidagi innovatsion yechimlar, texnologiyalar va ularni amaliyotda qo'llanilishi bo'yicha bo'lib o'tmoqda. Bugungi konferensiyamizga bir necha davlatlardan mehmonlar kelgan, xususan Xitoydan, Indoneziyadan, Indiyadan, Turkiyadan, Rossiyadan va Qozog'istondan mehmonlarimiz qatnashmoqda. Qolaversa, bundan tashqari respublikamizning yetakchi universitetlari, professor o'qituvchilari, 40 dan ortiq olimlar kelgan. Ushbu konferensiyamiz talabalarga bugungi kundagi dunyoda qilinib turgan ilmiy yangiliklarni mohiyatini ochib berishdan iborat bo'ladi. Myself Venkatesh Kulkarni. Men O'zbekistonda Urganch klaster guruhida bosh texnolog sifatida 10 yildan beri faoliyat olib boraman. Bugun ushbu to'qimachilik va yengil sanoat sohasiga bag'ishlangan konferensiyada ishtirok etayotganimdan juda mamnunman. O'ylaymanki, ushbu anjuman talabalar hamda Xorazmdagi soha mutaxassislari uchun juda foydali bo'ladi. Chunki unda yuksak mahoratli professorlar va mutaxassislar tomonidan ma'ruzalar qilinmoqda. Good morning. Men Xitoyning Xiamen universitetidan keldim. Mazkur konferensiyada ishtirok etayotganimdan juda xursandman. Bu ilmiy hamkorlik olib borish uchun juda ajoyib imkoniyat. Urganch davlat universiteti professorlari bilan hamkorlikda ish olib borish bizni juda xursand qiladi va kelgusida ham ular bilan birgalikda hamkorlik qilish istagidamiz.